Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan Nilvari va bugun biz chet elga ishga yoki o'qishga topshirmoqchi bo'lganimizda qanaqa qilib CV, ya'ni rezyume tayyorlashni ko'ramiz. Demak, bu eng muhim hujjatlardan biriki. Demak, har bitta inson chetga o'qishga topshirayotganda yoki ishga topshirayotganda albatta mana shu hujjatni topshiradi. Pasport dalillari bilan, o'zining shaxsiy ma'lumotlari bilan va undan keyin O'zbekistonda ham qayergadir ishga yoki o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, demak ingliz tilida xalqaro tashkilotlar bo'lsa, universitetlar bo'lsa, ingliz tilida mana shunaqa CV tayyorlab topshirishingiz mumkin. Demak, bir necha daqiqalarda biz hozir boshlaymiz. Ungacha siz albatta kanalga like bosib obuna bo'lishni unutmang, chunki bu kelgusi kanal rivoji uchun, kelgusi videolarimiz uchun juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi. E'tiboringiz uchun oldindan kattakon rahmat. Demak, biz birinchi bo'lib kompyuterimizni ochib olib yoki bo'lmasa umuman qo'limizda qo'l telefonidan ham qilsak bo'ladi, lekin kompyuterda juda ham qulayroq bo'lganligi uchun kompyuterni ochamiz brauzerimizdan, ya'ni Google Chrome yoki xohlagan brauzerdan kirib mana shunaqa CV Europass deb yozamiz. Keyin bizda mana shunaqa qator demak variantlar kelib chiqadi. Ko'pchiligi birinchi, ikkinchida turganligi pullik saytlar hisoblanadi. Demak, biz mana bunaqa Yevropani bayrog'i tushirilgan saytni topib olishimiz kerak. Demak, saytlar bilan bu ko'rsatib, bu birinchi, ikkinchi turganlar pullik bo'ladi. Bizga ham bunaqa bayroq, flag bilan belgilab olamiz. Keyin Yevropass deb yozilgan bo'ladi. Demak, mana bu saytga kiramiz. Agarda siz Yevropassda oldindan profil yaratib, oldindan shu Yevropassda aktiv bo'lsangiz, demak login qilib, ya'ni profilingizga kirib, o'sha profilni yaratishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana shunaqa etapdan qilib yangi CV yaratish, ya'ni create your CV, create new CV mana shunaqa bo'limiga bosib tushib olamiz. Demak bizada from my profile turibdi. Undan keyin menimcha library turibdi. Biza create new CV qilamiz. Bizga yangisini topamiz. Demak, siz agarda ishlatmayotgan bo'lsangiz, oldindan demak bunda faol bo'lmasangiz, profilingiz bo'lmasa, demak yangi CV yaratish qilib o'shanga kirib olasiz. Demak, bu yerda ochganimizda bizda formati turibdi, chap tarafda va chap tarafda yuqorida tillar turibdi. Hozir meniki ingliz tilida turibdi. Sizniki ham ingliz tilida qilsangiz udobniroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bitta mana shu ingliz tili bilan juda ham ko'p davlatlarga topshirishingiz mumkin. Masalan, Koreya, Yaponiya, Amerika, Avstraliya, mana shunaqa hamma davlatlar, Yevropa mamlakatlariga topshirishingiz mumkin. Demak, bunda rus tili bor edi avval, lekin hozir oxirgi paytlarda olib tashlashibdi menimcha. Undan keyin mana bu yerda profilimizga rasm tanlashimiz mumkin. Misol uchun editni bosib, mana bu yerdan kompyuterimizdan rasm tanlab olamiz. Demak, qo'ymoqchi bo'lgan rasmingizni oldindan tushib, agarda shu qurilmangizga saqlanib qilib qo'ygan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Tayyor rasmni olasiz yoki bo'lmasa papka qilib saqlanib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Xohlagan bitta istalgan rasmingizni olasiz. Menda bitta sizga ko'rsatish uchun randomniy bitta internetdan rasm oldim. Demak, men bu rasmni joylashtirib, men bu yerda o'ng tarafda asosiy profilda qanaqa ko'rinishini sizga ko'rsatib beryapti. Chap tarafda esa nastroyka qilib, chap, o'ng, katta, kichik qilib to'g'irlab olasiz. Buni qilib to'g'irlab oldik. Endi birinchisi, demak boshladik. Ism va familiya yozamiz. Demak, menda bironta to'g'ri kelgan ism va familiyani yozyapman. Svetlana va kimdir, misol uchun Svetlana Smith yoki Svetlana kimdir degan familiyani kiritib qo'yish mumkin. Undan keyin pastdagi qismda o'zingiz haqingizda qanaqadir qisqacha bo'lishi mumkin. Demak, o'zingiz haqingizda nima yozishingiz mumkin? Misol uchun siz balki quruvchi bo'lishingiz mumkin. Misol uchun 5 yillik va 5 yildan ko'p tajribaga ega quruvchi, ko'plab loyihalar muallifi, misol uchun nimadir kirishingiz mumkin. Yoki qanaqadir finansist bo'lsangiz, misol uchun 2 yillik tajriba, 2+ yillik tajribaga ega, demak fintechda amaliyot olib boruvchi, faoliyat olib boruvchi kimdir deb yozishingiz mumkin. Demak, qisqa va lo'nda bu profilingiz xuddi ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir bio turadi-yu, qisqacha o'zingiz haqingizda ma'lumot berib turadigan, xuddi mana shu narsaga o'xshaydi desak ham bo'ladi. Demak, xohlagan bironta ma'lumotni kirishingiz mumkin. Agar doktor bo'lsangiz yoki hamshira bo'lsangiz, misol uchun juda ham mijozlar bilan ishlashni sevuvchi, sotuvchi, nimadir mana shunaqa kreativ narsalar yozib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni
Ko'pchilik o'ylaydi, ayniqsa o'zimizni yigit qizlar yoki ko'pchilik o'ylaydi, qanaqadir formal, judayam bir rasmiy, judayam bir nimadir bo'lish kerak deb o'ylaydi. Lekin aslida Yevropada, ayniqsa men Yevropada ko'rgan CVlarimda erkinroq tutganingiz ma'qul o'zingizni. Ya'ni qanaqadir kreativni yondashishingiz mumkin. Qanaqadir demak oddiyroq so'zlar bilan o'zingizni ifoda etishingiz mumkin. Demak, mana shunaqa qilib nimadir yozib qo'yasiz. Undan keyin demak, bizda pasport ma'lumotlari turibdi va ish joyi haqidagi ma'lumotlar va mana shunaqa narsalar. Pasport ma'lumotlarini qayerga hujjat topshirishingizga bog'liq. Agarda siz 100% qanaqadir aniq olishi mumkin bo'lgan qanaqadir juda ham kerakli joyga topshirayotgan bo'lsangiz, albatta maslahat beraman pasport ma'lumotlaringizni ham kiritib o'tishni. Lekin to'g'risini aytsam, men hech qachon pasport ma'lumotlari kiritilgan CVni ko'rmaganman. Ya'ni bu juda ham shaxsiy ma'lumot bo'lganligi uchun kiritmaganingiz ham to'g'riroq. Agarda masalan aniq shartnomangiz bo'lsa, aniq ketayotgan, aniq ishga kirayotgan bo'lsangiz va sizni boshlig'ingiz pasport ma'lumotlaringiz bilan so'rayotgan bo'lsa, demak unda kiritasiz. Lekin shunchaki topshirib ko'rishga yoki hali suhbatdan o'tmagan, shunchaki qayerga topshirib ko'rishga bo'lsa, pasport ma'lumotlaringizni topshirishingiz, ya'ni kiritib o'tishingiz juda ham majburiy emas. Undan keyin bizda gender, ya'ni jins, buni ham kiritsangiz, kiritmasangiz bo'ladi. Inglizcha to'ldirayotganda, agarda siz ingliz tili bilan ozroq muammongiz bo'lsa, albatta Google Translate bilan tarjima qilib, har bitta joyni shunga qarab to'ldirsangiz bo'ladi. Misol uchun jins degan joy, misol uchun gender, female, male, erkak, ayol to'ldirasiz. Demak, bu yerda boshqacha variantlar ham turibdi. Boshqa yoki aytishni xohlamayman degan narsa. Demak, bunaqa aytishni xohlamayman deb yozib qo'ygandan ko'ra yozmagan, o'sha demak jinsi haqidagi ma'lumotni kiritmagan yaxshi deb o'ylayman. Undan keyin kontakt, demak bizda sizga aloqaga chiqish naqalari, demak ma'lumotlari bunda tanlashingiz mumkin. Uy yoki ish yoki nima shunaqa. Birinchi avvalambor email adres kiritamiz. Albatta, agarda chetga ishga yoki o'qishga ketayotgan bo'lsangiz, albatta bitta har doim doimiy ravishda ishlatadigan bitta email pochta manzilingiz bo'lganligini maslahat berardim. Nima uchun men aniq shunga e'tibor qaratyapman? Chunki O'zbekistonda bizda pochta orqali nima deydi, aloqa o'rnatish juda ham kam, unaqa ommabop narsa emas. Bizda hamma Telegramdan, mana shunaqa narsalar, hatto organizatsiyalarda ham, katta tashkilot kompaniyalarda ham Telegram guruhlar ochib, Telegram guruhlardan hammasi jo'natiladi. Yo'q. Aslida rasmiy ravishda pochta orqali suhbatlashish kerak, pochta orqali jo'natish kerak, elektron pochta bo'lishi kerak. Demak, albatta bitta elektron pochta ochib, uni doimiy ishlashini tekshirib turishingiz tarafdorman. Undan keyin telefon raqamini kirishingiz mumkin, uy yoki mobile yoki qanaqadir nima qilib belgilab, masalan, telefon raqamlarini to'g'rilaysiz. Demak, men bunda telefon davlat o'z kodini kiritganingizda o'sha davlat nomi kelib chiqadi. Undan keyin demak bizda qolganini o'zingizga tegishli bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarni ham kiritib o'tsangiz bo'ladi. Instagram, Facebooklar turibdi, misol uchun, yoki o'zingizni saytingiz bormi? To'g'risini aytsam, oddiy odamlarda, misol uchun o'rtacha odamlarda, misol uchun bizda sayt bo'lmasa kerak, hali shuning uchun misol uchun men ko'rgan CVlarni hech qachon ijtimoiy tarmoqlar va saytlarni ko'rmaganman. O'sha uchun siz ham bemalol tashlab ketishingiz mumkin. Undan keyin adres, demak doimiy yashash joyini kiritib o'tasiz. Bunda agarda siz O'zbekistonda turib chet elga topshirayotgan bo'lsangiz o'qishga, ishga, albatta O'zbekistondagi doimiy turar joyingizni kiritganingiz yaxshi. Chunki bironta rasmiy xat, xabar kelsa, pochta kelsa, mana shunaqa rasmiy xatlar jonli ravishda, fiziskiy jonli ravishda kelayotgan bo'lsa, demak mana shu yashab turgan joyingizga keladi. Agarda siz chet elda qanaqadir vaqtinchalik uyingiz bo'lsa, misol uchun o'sha qaysidir chet mamlakatda vaqtinchalik joyda turib o'sha yerda ishlayotgan bo'lsangiz, qayerga dokument hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, o'shanga qarab adresni ham o'shanga qarab kiritasiz. Demak, pochta kodlarini kiritishingiz mumkin. Misol uchun men taxminan kiritib ketdim. Hozir Samarqand pochta kodi umumiy Samarqand viloyatiniki 140-100 edi. Umumiy kiritib ketdim. Keyin ikkinchi betga o'tishim, demak next save qilaman, сохранить qilaman. Albatta sizga
turadi. Mana agarda majburiy joy bo'sh qolgan bo'lsa, ikkinchi betga o'tmaydi. Demak, bizda hozir familiya yozilmay qolgan ekan, keyin Maxacheva deb nima deb yozib yordimda, endi save qilib bosaman. Demak, bizda сохранить bo'ldi. Ana endi boshqa qism qo'shamiz. Demak, add section bu yana bitta qism qo'shamiz. Qismlar qanaqa bo'lishi mumkin? Qismlarimiz ochganimizda bizda education, work, skills mana shunaqa turibdi. Demak, birinchi bo'lib o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni berib bo'lganimizdan keyin education, demak ta'lim haqidagi ma'lumotlarni berganimiz yaxshi. Agarda siz 20 yosh va undan baland bo'lsangiz, albatta maktab haqidagi ma'lumotlarni kiritishingiz shart emas. Maktab haqida agarda siz yangi junior bo'lsangiz, ya'ni endi 18, 19, 20 yoshgacha atrofida bo'lgan va maktab bilan taalluqli ulangan holda nimadir bo'lsa, masalan, bakalavr topshirmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa yana qo'shimcha volontyorlik kursi nima bo'lsa, masalan 17-18 yosh bo'lsangiz, albatta maktab haqida kiritganingiz yaxshi. Agar katta bo'lsangiz, maktab haqida ma'lumotni kiritishingiz shart emas. Demak, o'qigan ta'lim yo'nalishingiz bachelor tanlaysiz. Masalan, qanaqa nima o'qigansiz? Yozasiz. Va endi bizda turibdiki field of study, ya'ni field of study bu qanaqa yo'nalishda o'qidingiz? Yo'nalishingiz nima? Masalan uchun meditsinami, o'qituvchilikmi yoki informatsion texnologiyalarmi? Mana shu narsalarni o'zingiz kiritib o'tasiz. Ya'ni men hozir kiritdim information and communication technology, informatsion va kommunikatsion texnologiyalar yo'nalishini kiritdim. Endi taxminan yozyapman. Keyingisi mana bu select from list turibdi, ya'ni misol uchun spesifik yana tasvirlab o'tgin deyapti-da. Siz spesifik tasvirlab o'tishingiz xohlasangiz ixtiyoringiz. Field of study, misol uchun men iqtisodiyot, spets fanim raqamli iqtisodiyot yozishim mumkin edi. Undan keyin veb-sayt. Bunda veb-saytda o'sha universitetingiz yoki kollejingizni veb-saytini kiritib o'tasiz. Ya'ni siz faqat bakalavr o'qigan bo'lishingiz shart emas. Kollejda o'qigan bo'lsangiz, kollejga kiritib o'tasiz. Mana shunaqa qilib o'tamiz. Agarda siz hali kollej ham, bakalavr ham hech qanaqangi nima bo'lmasa, maktabni kiritib, undan keyin qo'shimcha qanaqadir to'garaklar, kurslar anaqalarni kiritsangiz ham bo'ladi. Demak, pastda city turibdi. O'sha o'qigan joyingiz qayer? Shahar, Toshkent, Samarqand kiritasiz. Country qayerda? O'zbekistonda kiritasiz. Masalan, Rossiyada o'qigan bo'lsangiz, Rossiyadagi shahar va Rossiyani kiritishingiz mumkin. Undan keyin qaysi muddat oralig'ida o'qigansiz? From, keyin to turibdi, ko'ryapsizmi? Demak, day, month, year. Birinchi kuni, misol uchun sentyabrdan o'qish boshlanadi-yu, o'shaning uchun sentyabrni kiritdim. Qachonda o'qish tugaydi? Bakalavr misol uchun universitetlarda iyun oyida tugaydi, o'sha iyungacha kiritdim. Ongoing, haligacha davom etyapti desangiz, mana bu yerda ongoing ni bosib qo'ysangiz, demak, hali ham davom etyapti bo'ladi. Ikkinchi skills qo'shganimizda bizda skills qo'shamiz. Skills degani ko'nikmalar degani. Ya'ni siz qanaqa ko'nikmalaringiz bor? Misol uchun, men boshqa betga o'tib ketib qoldim menimcha. Demak, qo'shamiz boshqa bet. Ko'nikmalar qismini qo'shamiz, skillsga o'tamiz. Demak, ta'limdan keyin ko'nikmalar haqida gapirganmiz yaxshiroq. Misol, qanaqa ko'nikmalaringiz bor? Misol uchun, kompyuterda Wordda ishlay olasiz, to'g'rimi? O'shani kiritasiz. Word, Excelda ishlay olaman. Bu yerda taxminan bizda demak, namuna berib qo'ygan bo'ladi. Tanlashing uchun, misol uchun, tanlama bularni tanlaysan desa, shuni ustiga bosib o'sha qo'shimchani bossangiz, mana pastda paydo bo'lyapti-yu, mana bu yerda. Men qo'shganlarim, men shu tanlaganlarim hozir paydo bo'ladi. Masalan, Word, Excel qo'shaman. Misol uchun siz quruvchi, hamshira nimadirlar bo'lsangiz, qanaqadir o'sha quruvchilikka, hamshiralikka qanaqadir programmalar bormi kompyuterda nima qilinadigan, o'shani qo'shasiz. Misol uchun, buxgalter bo'lganimda, agar misol uchun buxgalteriyaga oid hisob-kitob qanaqadir programmalarni qo'shardim yoki nima. Mana bu yerda o'zim yozishim mumkin, qanaqa menda ko'nikma borligi. Misol uchun, men JavaScript deb yozdim. Java programma tili yoki nimadir. O'shani o'zim yozyapman. Demak, men hozir ko'proq texnический va o'zim bilgan narsalarni yozyapman. Agarda sizni kasbingizdan kelib chiqib, o'shani qo'shishingiz mumkin. Misol uchun, oshpaz bo'lsangiz ham, taxminan, misol xalqaro oshpaz bo'lsangiz, misol uchun, qanaqadir Yevropa taomlariga nima qilingan, misol Yevropa taomlariga mutaxassis
sifatida tan olingan qanaqadir ko'nikmalaringiz bordir, misol uchun, to'g'rimi? O'shani kiritasiz yoki misol uchun italyan oshxonasiga misol uchun spets bo'lib qanaqadir ko'nikmangiz bordir. Mana shularni yozishingiz mumkin. Yoki quruvchi yoki hamshira kasbingizdan kelib chiqqan holda qanaqadir o'sha kasbga tegishli bo'lgan ko'nikmani yozishingiz kerak. Agar talaba va umumiy naqa bo'lsangiz, demak kompyuterdagi oddiy qanaqadir oddiy boshlang'ich ko'nikmalarni yozsangiz ham bo'ladi. Yoki professional darajadagi qanaqadir programmalarni, professional darajadagi qanaqadir ko'nikmalarni yozib o'tsangiz ham bo'ladi. Demak, mana bu yozganingizdan keyin add tugmasini bossangiz, demak pastga qo'shiladi o'sha yozgan narsa. Mana ko'ryapsizmi? Mana qo'shildi oxiriga. Demak, ko'nikmalarni yozib oldik. Endi buni ham saqlanib qilib olamiz yoki yana xohlagan qanaqadir ko'nikmani yozib data analiz, misol uchun, agarda buxgalter bo'lsangiz, ma'lumotlar bilan qanaqadir vizual tarzda ishlash qobiliyatim bor deb yozib kiritib qo'yishingiz mumkin. Add qilib, demak, qo'shamiz. Undan keyin languages. Language, umuman olganda, language bu til degani, til ko'nikmalari kiritishingiz. Demak, maslahat berardim. Albatta, til bilgan el biladi degan mamlaqa maqolni ham qo'shib ketmoqchiman. Hech bo'lmasa, agarda xalqaro darajada bitta nimalar topshiryapsizmi, albatta umid qilamanki, siz hech bo'lmasa bitta qo'shim ona tildan tashqari, ya'ni o'zbek tilidan tashqari albatta bitta tilni bilasiz degan. Demak, bu yerda ona tili o'zbek deb kirgizamiz birinchisi. Undan keyin boshqa, other degani boshqa tillarga kiritamiz. English kiritdim. Demak, listening, tinglab tushunishim, misol uchun A1 daraja, A2 daraja misol uchun kiritamiz. Tinglab tushunish, mana bu speaking, bu gapira olish, keyin yoza olish. Mana bu 4 ta ko'nikma bo'yicha kiritasiz-da. Demak, buni sal ishi ko'p. Boshqa saytlarda faqatgina bitta daraja bo'lsa, C1 yoki B1 qilib bitta umumiy qo'yib qo'yganingiz bo'ladi. Bu endi Yevropasida mamlaqa maydaroq har bitta section bo'yicha yozib o'tishingiz kerak. Lekin tekin bo'lganligi uchun biz albatta bu saytdan tekin bo'lganligi uchun foydalanyapmiz. Lekin chiroyli chiqadi, ishonavering, chiroyli chiqadi lekin. Demak, mana shunaqa har bitta ko'nikmamiz darajasini olib chiqamiz. A1 daraja, A2 daraja, B1 darajada ingliz tilini bilaman deb. Agar yana 3-tilda bo'lsa, mana bu yerda add another language, yana bitta til qo'shib turibdi. Mana tepada hozir ingliz tili qo'shildi, endi yana bitta tilni qo'shamiz. Misol uchun Russian qo'shamiz, rus tili. Rus tili B1 daraja tinglash, listening, reading, o'qishimizda ham B1 daraja qilamiz. Yozishimizda ham, gapirishimizda ham B1, B2 daraja misol uchun kiritishimiz mumkin. Taxminan yozyapman. Yana bitta til qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda please add another language. Yana bitta til qo'shish mana shunaqa turibdi. Maslahat berardim, til sonini ko'paytirish bu yerda hech qanaqangi rol o'ynamaydi. Agarda hammasi A1, A2 daraja bo'lsa, men bitta ijtimoiy tarmoqda, Instagramda ayniqsa trend ko'rib qolgandim, shu to'g'ri bir dunyo til rasmini qo'yib qo'yadi-da, A1, A2 daraja yozib qo'yadi. 8 ta tilda A1 darajada bilganingizdan ko'ra, bitta tilda ikkinchi tilingizni normalniy B1 yoki B2 darajada bilganingiz yaxshiroq. O'shaning uchun ko'paytirmayman. Bu uni nima deydi, yemoqni qismog'i bor deganda, uni ish beruvchi yoki o'qishga topshirgansiz yoki ish beruvchi bo'lsa, mana shu til naqayingizga qarab ishga olish mumkin. Qani gapiringchi desa qatın topib berasiz keyin. Qarochi, voy nima yozyapman? Work and experience qildik. Work bu ish. Experience bu tajriba. Work and experience qilganimizda, demak biz ish va tajribalarni yozib chiqamiz. Bunda asosan ishlagan joyimiz yoki kim bo'lib ishlaganimiz, misol uchun. To'g'rimi? O'shani kiritishimiz mumkin. Kim bo'lib ishlaganimiz. Demak, bizda position, held yoki occupation or position turibdi-yu. Mana bu yerda biz kim bo'lib ishladik? Teacher deb yozdim. Men misol teacher deb yozganingizda variantlar kelib chiqyapti. Swimming teacher, suzish o'qituvchisi ishlaganmisiz? Drama teacher, dance teacher, raqs o'qituvchisi kim ishlagansiz? Kirishingiz mumkin. Любой bitta narsani kiritasiz. Qanaqadir, demak, business analytical teacher deb yozdim. Men biznesdan dars bergan o'qituvchi deb takoy qanaqadir bitta shaxs yaratyapman-u. Mana bu yerda ish beruvchi turibdi pastda keyin. Employer ish beruvchi kim ish bergan? Business School of Samarkand. Samarqand biznes maktabi menga ish bergan. Misol uchun ish beruvchi odamni kompaniyasi, organizatsiya nomi mana shunaqasini kiritasiz. Qachondan qachongacha? Demak, men yozdim 2000 bitirgan yilimdan, misol uchun taxminan qanaqa yil yozdim, uncha yaxshi ko'rmay qoldim menda. O'sha yilimni yozdim va
ongoing bosib qo'ydim, haligacha ishlayapman degani. Mana bu yerda description, ish haqida description, nima ish qilasiz? Ya'ni asosiy javobgarligingiz nima? Bunda asosan yo bittagina qisqa gap bilan bitta gap yozing, yoki bo'lmasa band qilib yozing. Nimadir qilish, nimadir bajarish. Misol 3 ta 4 tagacha mana shunaqa band yozsangiz bo'ladi. Gap sifatida yozmoqchi bo'lsangiz, bitta uzun qanaqadir gap qilib, lo'nda qilib hammasini tushuntiradigan bitta gap bilan ifoda qilganingiz yaxshi. Misol uchun o'quvchilarga biznesdan boshlang'ich ko'nikmalarni berish, ular bilan loyihalar amalga oshirish, loyihalar ishlab chiqarish yoki ular yozgan maqola yoki loyihalarga loyihalarni tekshirib chiqish, ularga to'g'ri, misol uchun loyihalarga yo'naltirishmi, nimadir qilib o'qishingiz mumkin. Kasbingizdan kelib chiqib, xohlagan narsani kirishingiz mumkin. Misol u hamshira bo'lib ishlagan bo'lsangiz, tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlagan bo'lsangiz, demak ayollar salomatligi bo'limida ayollarni nimadirga qaraganman, nimadir deb yozgan bo'lishingiz mumkin. Agarda siz ingliz tilini bilsangiz va ingliz tilida nimadirga topshirmoqchi bo'lsangiz, albatta bu sizga juda ham qulay bo'ladi bu sayt, chunki variant beradi-yu, даже mana shu nimalarga ham variant berish mumkin-da, qanaqadir tajribalaringizga ham, qilgan ishlaringizga ham-da, misol uchun qanaqadir sizga podskaska berib turadi. Keyingisi men bu bo'limni hech ochmagan ekanman. Yana bitta add section qilamiz, ya'ni yana bitta section qo'shish qilganmiz. Driving license, demak pravamiz haqidagi ma'lumotni ham qo'shib o'tmoqchi bo'lsak, demak mana bu yerda tanlaymiz. Qanaqa pravangiz bor, misol uchun tanlaymiz. Mana bu yerda A, B, C, mana bu yerda D mi, qanaqadir nimalar bor-ku. O'shani kiritasiz. Ya'ni pravangizni qanaqadir nomerlari, IDlarni ham kiritingiz bo'ladi, kiritmasangiz ham bo'ladi. Bu chunki faqat pravangiz haqidagi ma'lumotlarni, masalan, A, B, C qanaqa kategoriyalarda bor, o'shani kiritasiz. Bu yerda qachondan qachongacha mana birinchida turgan berilgan sanasi, keyingisi amal qilish sanasi. Mana bunaqa qilib pravamni qanaqadir vizual tarzda ko'rinishini ham ifoda qilib o'tishingiz mumkin. Ya'ni ayniqsa chetga ishga topshirayotganingiz, balki haydovchilikka topshirayotgandirsiz, to'g'rimi? Mana shularni kiritib o'tishingiz mumkin. Ya'ni bu qayerga va nima maqsadda CV tayyorlashingizga bog'liq. Misol uchun yana mana til haqidagi ko'p tillarni bilmayman, qo'shimcha til haqida nimani yozaman yoki men sertifikatlarni bilmayman, nimadir qanaqa yozaman deb xavotir olmang. Demak, men umumiy qilib hamma narsani ko'rsatishga harakat qilyapman, lekin hozir ko'rsatgan narsalarimni qaysi qismlari menda yo'q bo'lishi mumkin. Va keyingisi yana section qo'shganimda certificates qo'shdim. Sertifikat, ya'ni qo'shimcha qanaqadir qisqa muddatli kurslarda o'qib olgan bo'lishimiz mumkin, konferensiyalarga qatnashgan bo'lishimiz mumkin, qanaqadir sertifikatlar olgan bo'lishimiz mumkin. Albatta, o'sha sertifikat qilamiz. Misol uchun, menda qisqa muddatda, misol uchun, hamshiralik kursida o'qib olganman. O'shani, misol uchun, hamshiralik kursi sertifikatimni qo'shib o'tmoqchiman. Nimada o'qiganman? Hamshiralik deb yozdim. Albatta, undan keyin qachondan qachongacha o'qiganman yoki yo'q. O'sha sertifikat yoki diplomni berilgan sanasi, demak tugatganimda berilgan, qanaqa berilgan sanasini kirgizib o'tyapman. Demak, sertifikat misol uchun asosan qisqa muddatli kurslardan olgan bo'lishingiz mumkin-ku. O'sha qisqa muddatli kursda nimani o'qigansiz? Nimaga harakat qilgansiz? Qanaqa loyihalar qilgansiz? Mana shuni ham qanaqadir descriptionni, ya'ni tavsifi. Demak, o'sha haqidagi qanaqadir ma'lumotlar ham kiritib o'tishingiz mumkin. Demak, bizda mana bunaqa yana section qo'shmoqchi bo'lsak, bo'lim qo'shmoqchi bo'lsak, juda ham ko'p narsalar bor-da, bilasizlarmi? Misol uchun, yutuqlar bor, proyektlar degan narsalar. Men hozir proyektlar oldim, projects oldim. Misol uchun, agar siz quruvchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa qanaqadir qaysidir katta kompaniyada haydovchi bo'lib ishlagan bo'lishingiz mumkin yoki qanaqadir finansist bo'lishingiz mumkin. Qanaqadir proyektga qatnashgan bo'lishingiz kerak-ku. Misol uchun, quruvchi sifatida, misol uchun, yangi qurilish hayot yoki Samarqand City yoki Tashkent City, kichkina Tashkent City, kichkina Samarqand City nimadir qurilishida, misol uchun, palonchi qurilish kompaniyasi bilan men loyiha qilganman. Loyihani, misol uchun, nima qilganman? Loyihani boshqarganman, misol uchun, loyihani tuzib berganman yoki arxitektura proyektini men qilib berganman deb yozishingiz mumkin-da, tushunasizmi? Ya'ni agarda siz oddiy haydovchi emas, har bitta kasbning o'zining hurmati bor, uzr. Haydovchi bo'lib ishlagan bo'lsangiz ham, misol uchun kiritasiz. Yangi Yuksalish hayot qurilish kompaniyasini asosiy, misol uchun, xomashyo bilan ta'minlash loyihasi men qilganman deyishingiz mumkin. Ya'ni to'g'rini aytsam, ma'lumot kiritayotganda ozroq salgina o'zingizni chiroyli qilib, o'zingiz haqingizda chiroyli ma'lumotlar berishni o'rganishingiz kerak. Video, ya'ni tasavvur qiling, ish beruvchi
yoki qanaqadir sizni qabul o'qishga yoki qanaqadir grantga qabul qiluvchi odam sizni voy deb maqtash kerakda. Keyin next bosamiz, save qilamiz, qanaqa qilib saqlanib qilamiz. Bu yerda chap tomonda ko'rib tursangiz shablonlar turibdi. Juda ham yaxshi shablon tanlashimiz mumkin. Demak, mana bu shablon juda ham yaxshi ko'rinyapti menda, chunki asosiy qanaqadir kontakt adres mana bunaqa alohida bir chetda uzun bo'lib turibdi va bir bet bo'lyapti bu. Mana shunaqa qilib to'g'rilaymiz va e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, demak bu boshqacha shablon turi, demak ko'rinishi bu boshqacha. Qaysi biri sizga yoqyapti, qaysi ko'rinish sizga ko'proq yoqyapti, o'shani tanlab olasiz. Va e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, demak CV-imizni o'ng tomon yuqorisida Europass emblema belgisi bor. O'sha emblemani olib tashlash ham bo'ladi. Mana bu yerda ranglar turibdi. Demak, asosiy dizayndagi hoshiyalarni, dizayn ranglarini almashtirsak bo'ladi. Mana bunaqa rangi yoki bo'lmasa och salatoviy qilsak nima bo'ladi? Okey, kulrang. Bu kulrangmi, och ko'k, nima bu? Okey, yashil juda ham o'yinchoq bo'lib qoldi menda. Mana bu rang chiroyliroq turibdi menimcha. Mana shunaqa och qanaqadir rang chiroyli bo'lib turibdi. Shu to'g'ri siz rasmingiz va ma'lumotlaringiz ko'zga juda ham yarki tashlanib turadigan bo'lsa, chiroyli turibdi. Mana bu yerda esa bizda emblema naqani olib tashlash qilsam, misol uchun olib tashlash qilsam bo'ladi. Umumiy no qilsam, mana emblema olib tashlandi. Ko'rdingizmi? No qilganimda. Faqat birinchi betiga yoki hamma betiga degan narsa bor. Xohlasangiz 2 bet, 3 bet bo'lsa, faqat birinchi betiga qo'ysangiz bo'ladi. Men butunlay olib tashlashni afzal ko'rdim. Va ikkinchisi raqamlashtirish bu. Raqamlasinmi, anaqa stranitsalar raqamli tursin, birinchi, ikkinchi bet tursinmi deyapti. Demak, menda bu ham kerak emas. Bunga ham no qildim. Agar 2 bet bo'lsa, buni yes qilsangiz bo'ladi. 3 bet bo'lsa shunaqa. Demak, siz bizda hozircha 1 betlik CV tashkil topdi. Mana shu saqlanib qilamiz. Undan keyin demak, mana bunda ko'rib chiqyapmiz. Mana bu yerda name qanaqa saqlanib qilamiz. Misol uchun Svetlananing CV'si deb yozamiz yoki yozamizki, masalan, Alisherning CV'si deb saqlanib qilamiz. Brauzeringizga, o'sha qurilmangizga qanaqa saqlanib bo'lish nomini tanlaysiz. Demak, download bu saqlanib qilishni shuni bosganimizda bizni o'sha brauzerimizga saqlanib o'tdi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, saqlanib bo'ldi. Tabriklaymiz. Biz siz bilan bitta CVni yaralishini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun juda ham katta rahmat. Albatta obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Va yana bitta narsani iltimos qilib o'tgan bo'lardimki, kommentariyada qo'llab-quvvatlashingiz mumkin va albatta sizga yana nima qiziq? Chet elga o'qishga topshirish, ishga topshirish, aynan qanaqa hujjatlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Men ularni albatta o'qib ko'rib, sizga yordam berishga harakat qilaman.